Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Obunachilar, bugungi videomuz joy temasidan bo'ladi, ko'rib tayyor bo'ladi, kelib turib yashayveradigan bo'ladi. Manzilasi 50 kilo tumani Gudursinda bo'ladi. 5 tamda baytiradigan obunachilar berlar. Bu yerda glonisi to'q ustunda gazini dem bor bu yerda. Kanalda bo'lsa yangi obuna bo'lamiz, bir like bosib qo'yishni unutmaymiz. Ko'chasini ko'ribsizlar, gazda ham narsa o'tgan. Maktab ham yaqin bo'ladi o'sha yerda. Videoning oxirida deydan ketgan yo'llarni ham ko'rsatib ketaman. Yer maydonida keladigan bo'lsak, obunachilar keng eshikda yashayman deyarli uchun bo'ladi. Buni 26 sotik ekan buni. Chegarasi shunday ketgan. Shu joyimiz eldan nevasida ishlangan. Bir tane toklar o'tib turibdi. Giraverishimiz demir darvozalar ishlangan. İçeri girsak bismillahirrahmanirrahim. Şimdi joylarni niyat etganlar obunachilar bir like bosib do'stlarimga shunday izlab birgan joy izlab birgan do'stlarimga videodan tashakkur qo'yamiz. Ataplarni o'tgayni. Giraverishimiz pol ishlangan. Patolog ishlanmagan. Giraverishimiz noktalarımızda bir xona. Ataplarni o'tgani ehtiyojiga kun girib peshon qurilgan. Koridorimiz bir bir katina, bir ham pollangan. Hamma joyini pol ishlangan ekan, bir patolog yo'q ekan. Ataplarni o'tgan. Berin ayvon. Ayvonimiz bir de bir xonasini. Ayvonning ağaçlarını ko'rib turganlardi. Ajoyibundan qo'yilgan ekan bu boya-boya ağaçlardan. Bir dana, ikki dana. Ataplarni qo'yilgan. Birinin ağaçlarını götürsüler boya-boya pol ishlangan. Yani birden bu sata chiqib ketadigan eshik ham qo'yilgan ekan. Bir obunachilar oshxona. Bir de yine banyo uchun messi qo'yilgan ekan. Parovoy yine bir de o'tib turibdi. Banyo uchun qo'yilgan messi bir. Bu sata chiqib ketaverishimiz. Arka tarafı hayvançağımız. Bir hemen neveste işlengen. Çoğun turbalar bilen işlengen ekan birler. Arka taraf bu. Bu yer yine. Bu tarafta malxanası. Yerini gördü sırayla acayip yerler. Çekarası şuradan ekan. Bak komşuların ki bak. Şu joyga giradi yerimiz. Yerlarga mushka kirgan ekan. Medina malxonasi. Bir tane yo'l kelgan ekan. Shu malxona tarafiga keladigan yo'llari kelgan ekan. Arka tarafında meni maydoni shunday uzun bo'ladi yana. 26 sotik dakika metalli. Shipirlar ham meni ajoyib. O'zi toza solingan joy ekan. Joyini solingani ko'p bo'lgan emas ekan. Gaz turbalarına gap tuttu çocukları. Şu joyini. Joyni obunachilarga ko'rinish holati. Joyini buni bahosini kelsak, bahosi 45 ming aytib turibdim, 45 ming dollar. 45 ming ham aytilishi bor. Obunachilar asalada odamimiz zakoni kelishib beraman deydi. Egasini nomerlarini pastda qoldirib qo'yaman. Bemalol o'zlaring kelib, ko'rib, savdolashib olaverasizlar. Men endi nedan kirib kelish yo'llarini ko'rsatib bersam. Yo'llarga keladigan bo'lsak, shu yo'ldan kiramiz, Sarıcı'nın yanından. Bu tarafdan kelsak, 4 kildan Gudursindan Bo'stonga ketaverish yo'limiz bo'ladi. Bu tarafdan yana Bo'ston tarafdan kelaverish yo'limiz bo'ladi bu. Orientirina Sarıcı'na. Yo'ldan keladigan bo'lsak, ko'pirda aylanamiz, chap aylanamiz, sal yursak o'ng aylanga yo'l qo'yamiz. Sal girsak joyimiz shuda bo'ladi. İBD'de yine mektep bo'ladi.